Allergiyasi borlarga uy sharoiti tabiiy giyoh aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bepul birodarlar, quloq soling. Yantoq birodarlar, mana 31-may yantoq tayyor bo'ldi birodarlar. Mana shu yantoqni quritib, bir osh qoshiqini 1 litrga damlab, kun davomida iching. Xudo xolasa, manaman degan allergiyani yo'qotib beradigan xususiyatga ega. Birodarlar, agar sizda yo'tal, bronxil astma bo'lsa, oyoqlaringiz shishgan bo'lsa, suv badaningizda suv yig'ilib qolgan bo'lsa, atyok haydovchi, suv haydovchi, peshob haydovchi birodarlar, yantoq mana birodar o'sib yotibdi hamma joyga. Buni svejizni topa olmasanglar agar bozorlarga borsangiz quritilgan va ildizini sotadi. Arzimagan pulga beradi birodarlar. Allergiyani juda yaxshi yordam beradi. Egzami allergiyaga juda yaxshi yordam beradi. Sinovdan o'tgan. Bir osh qoshiq quritilganini 1 litrga damlab, kun davomida ichib bering. Xudo xolasa, manaman degan allergiyadan qutulasiz. Yo'tal allergiya, o'tqob dimlanishiga, oyoqlaringiz shishgan bo'lsa, suv yig'ilib qolgan bo'lsa odam badaniga, suv haydovchi, peshob haydovchi birodarlar. Sinovdan o'tgan, xudo xolasa foydali bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mana giyohlar terib yurimiz.